amman yujibul muzdar. Noiloj edingiz. Duoingizni ijobat etdik deyapti Alloh. Ha, biz duoni ijobat qilamiz-u, endi ibodat boshqa narsaga ham deyapti Alloh. Qiynalgan paytlaringiz bor edi. Onangiz kasal edi, oldi yig'lab Allohim shifo ber deb yig'ladingiz. Shifo berdik onangizga. Onangiz tuzalib ketdi. Endi ibodat qilmayapsiz deyapti Alloh. Otangiz ham kasal edi, Allohim otam dedingiz. Allohim otamga yordam ber dedingiz. Biz yordam berdik otangizga. Otangiz chopqillab mana ketdi namozlarga, lekin siz birga chiqmayapsiz namozga deyapti Alloh. Ijobat qildik, lekin siz va'dangizda turmayapsiz. Bolangiz kasal edi, jarrohlik bo'limida edi, boshqa davlatlarda edi. Jamoatdan duo so'radingiz, kechalar yig'ladingiz, tahajjudlarda turdingiz. Shifo berdik. Tahajjudga turmay qo'ydingiz keyin. Bomdodga chiqmay qo'ydingiz keyin. Xuftanni ko'rmay qo'ydingiz keyin. Allohni eslamay qo'ydingiz. Zikrlar faqat boshingizga musibat tushganda edi. Mustar holatingizda edi. Ha, biz sizga adolatsizlik qilmadik. Biz endi kerak bo'lib qoldikmi demadik. Mustar holatingizda ham duoni ijobat qilaverdik. Ibodat qilmasangiz ham duoni ijobat qilaverdik. Ayting endi, Alloh yaxshimi yoki duoni eshitib ham ko'rmaydigan but sanamlar yaxshimi?